Süzüklüki yuqori bo'lgan eng yangi uyg'urcha ovozli nodir filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, Film Xumar Süzük Film to'riga kiring. To'r web adresimiz www.filmxumar.com. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Hey, aka. Nima? Bey oqsoqol kelibdi. Bey oqsoqol? Ha. Meni sal kutib tursin. Ha. Hey, jag'ina, tezroq bo'ling. Ma'qul. Bey oqsoqol. Qani kira. Merhamet. Bey oqsoqol, qandayroq turyapsiz? Mo'yinim, yaxshi turyapman, yaxshi turyapman. Qil o'tiring. Rahmat. Bey oqsoqol, sizni qandoq shamol bu yerga uchirib keldi? Mo'yinim, kishilarning sizni Shanxay sohilidagi birinchi azmatligini bekor emaskanda. Kun bo'yi aldirash o'tiblik olmasdan balki chamboshliqda kamolatga yetibsiz. Keyingi do'lqin oldingi do'lqinni besib tushidi deganda yoshlar orasidan qahramon chiqadi. Yaraysiz, yaraysiz, yaraysiz. Oshirib etdingiz. O'zingiz bu yerga qadam tashrif qilibsiz. Bir ishingiz bormidi. Hojitim tushmasa, men sizni izlab kelamdim, ha? Sen do'ngloq. Siz sirtqa chiqib turing. Ma'qul.
Sizlar paranlışыңlar. Bey Aksakal, qani davring. Qo'limdan kelsa, cho'qim yordam qilaman. Bo'ladi. Mo'yinim. Bu ancha muhim ish emas. Men bir savdo ustida siz bilan maslahatlashmoqchi edim. Yaqinda men bir turkum choyni chet elga chiqarmoqchi edim. Shunga sizdan yordam so'rab kelib edim. Bek yerib ketdim. Sizlarni tabriklayman. Rahmat sizga. Mo'xinim, Mo'akam qachon to'y qiladi? Uni boshlab kelib do'konimni suratga tushirishni unutib qolma. U hozir ishki kiyimiga dastlab turyotidi. Hamon bir kuni daryoga tushib ketadi. Mo'xinim, bak qiziq gap qildi ekansiz. Gapning rostini aytganda, Mo'akam bir eg'iz gap qilsalar, barliq qizlar o'giz oldin yo'lga tizilib, bir cho'ng chambar hosil qilib, uchrat bo'lib uni saqlab turdi. Sizlarning boldurroq farzand ko'rishinglarni umid qilaman. Rahmat sizga. Hojati yo'q. Biz kelsak bo'lamdi. Bo'ladi. Qani, biz mang'ayli. Mo'akamga salomimni yetkazib qo'ying. Ma'qul. Bey Aksakal, sizning menga hojatingiz tushibdi. Bo'pti. Bu choyni bizning shirkatimiz yo'tkazib bo'ladi. Bundan keyin menga ko'proq otidorchilik qilasiz. Hay, bundan keyingi ishlarimiz nurg'un. Amisa, mushundaq bitishdiq. Bo'ladi, mushundaq bitishdiq. Vaqt bir yak berib qapti. Men qaytib ketay. Men sizni o'zitib qo'yay. Bo'ldi. Sirtda mashinam saqlab turdi. Bo'ldi, kelib keling. Amisa bu ishni sizga topshirdim. Xotirjam bo'ling. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Mo'akam shavfon ochamni yaxshi ko'ramdi yoki Linanimi? Men uni nerdan bilay? Qani, siz deb baqingchi, qaysisi yaxshi? Albatta, shalfon acham yaxshi. Biroq Linami yaxshi. Men shunday o'ylayman. Mo'akam bak qobiliyatli ekan. Bir necha yil ishidila quruq qo'li bilan cho'ng ishlarni vujudga chiqardi. Qaraganda bu yilqi atoqliq odam shu bo'p qoladigan o'xshaydi. Yaqindan buyon tanakamni ko'rdingizmi? Anglashimcha u chet elga chiqib o'ltiraqlashib bitmish. Tanakam yo'q. Akamning ishlaridan chatoq chiqmaydi. Shanxay sahilida har qanday odam Mo'akamga yo'l qo'ydi. Xotirjam bo'ling. Chatoq chiqmaydi. Men akamning menisining qizib qilishidan ansirayotiman. Ey Aksakal, u bu yerga nima ishga kelgandi? Kirib so'rab baqayli. Mo'akam Bey Aksaqalning bir turkum chayini paraxodga besib berishga ma'qul bo'pti. Bey Aksakal hili qipop bilan yang ichida savdo qilishyotdi. Menimcha uning niyati to'g'ri emas. Undaqda siz nima ish qilib bu ahvolni aqlingizga demaysiz? Men nima deyman? U mollarni choy emas, zaharli chekimlik, qurol yaroq, atkasmal, kishilarga ko'rsatmaydigan mol demdimi? Hozir buni bir nima degili bo'lmaydi. Yana bir amal qilib beqishimiz kerak. Shunday emasmi? Uning ustiga Bey Aksakal akamga shafqat qilib ekan. Akamning oldida Bey Aksaqalning gapini qilsam, o gapimga ishonamdi. Siz nima ish qilib uni sanduqni ichib molni tekshirib baqing demaysiz? Bek obdan gap qildi ekansiz. Undaqda o'zingiz uningga deb baqmamsiz. Agar rostli sanduqni ochsa, men yiqilingan buyum chiqmay, choy bo'lib qolsa, akam Bey Aksaqalga nima deb javob beradi? Undaqda u mening advimni beradi. Hey, amal tepildi. Vangrong, siz saqchilik salohiyatingiz bilan u molni nima tekshirib baqmaysiz? Siz Shujinning gapini anglamadingizmi? Paket bo'lmaganda hargiz xohlagancha ish qilishga bo'lmaydi. Bizda paket bo'lish kerak. Agar haqiqatan choy bo'lsa, bu mas'uliyatni men ustimga olmayman. Undaqda uningga yo'l qo'ygan bo'lib qolmamdiq. Unda oson ish yo'q. Men jazmlashtira olmayman. Hili qipop cho'qim yaxshi odam emas. Bey Aksaqal uning bilan bodi keldi qilgan ekan. Meningcha, u yaxshi odam emas. Agar Mo akam biroz havallik o'tkazib qo'yilgan bo'lsa, uning istiqboliga ta'sir yetib qoladi. Hey, sizlarning jigiringlar bormi yo'q? Albatta bor. Siz yugura olamsiz? Shundoq. Tomga chiqa olamsiz? Chiqa olmayman. Chamboshchilikni bilamsiz? Bilaman. Undaqda bo'pti. Hey, men hech narsani bilmayman. Men qanday qilaman? Sizning ko'zingiz urishammi? Albatta. Siz meni mazoq qilmang. Belgi berishga yaramsiz. Yarayman. Mundaq qilayli. Bu mallarni texa paraxodga bosmadi. Bugun mal isklatiga berib, tekshirib, rost yolg'onligini,
aniqlab boqaylik. Bu ishni Shujin bilan ikkimiz bajaraylik. Hey, undaqda menchu. Sizning ko'zingiz ro'shan. Shunga bizga xabarchi bo'lib bering. Bir shafa anglab qolsangiz, darhol bizga xabar qiling. Uqdingizmi? Uqdim. Tamoqdan keyin uyga qaytib, obdan dam olaylik. Kechda tekshirish olib boraylik. Shunday qilaylik. Hey, Jun. Siz o ishga odamga qarab turing. Aka. Qani, iching. Tatil menga. Biz darvozadan tushaylik. Bir shafa bo'lib qolsa, bizga xabar qiling. Yuringlar. Chiqaylik. Ehtiyot qiling. Odam keldi. Ağamçını verin. Kolunuzda gelin. Tutumu desen. Ben aldı bilen şey. Siz küstüp durun. Şu. Ağam seni çim tutun. Kara bakaylı. Bunu gör bakaylı. Bu nima da? Eshitmamazkan. Bu nimada? Buni tuting. Ma'qul. Vay. Dayak sakalmı? Maliga markalık paraxot muddatdan burun Amerikaga qaytmoqchi ekan. Ha? Ateli qimollarni cho'qi paraxotga bostirib bersangiz. Uqdim. Hammasi joyiga. Bu mu joykan?
tekshirib boqaylik. Ulan tutunlar. Ehtiyat qılinglar. Nimancha ig'irdi bu? Shuni deydi. Ehtiyat qilish. Ey, ko'zing yo'qmi? Ha? Tez bo'l, qopa. Tez bo'l, ehtiyat qiling. Ehtiyat qil. Hammangdan qopi. Bu mallarni avaylab etmengiz. Agar mallarni chiqib olsang, to'layalamsa. Nahayt bir choyg'u. Yaga tushib kelsa nima bo'lmoqchi edi? Kotildimi? O ablah. Liyaka! Liyaka! Akamni ko'rdingizmi? Akangiz ishxonada. Berib uni izlang. Rahmat sizga Liyaka. Mo'xu joyining topshirig'i bir sanduqni chuvib etishga bo'lmaydi. Hey, aka. Nima bo'ldi? Siz darhol berib o sanduqlarni tekshirib beqing. Ha, bugun muddatdan burun basqan mallarnimi? Shundoq, tezroq bo'ling. Bo'lmasa ulgurmaysiz. Mush ishmidi? Men texni nimishkin debdimi? Oldi bilan demeli bo'ling. Mening dam oldigan vaqtim yo'q. Boramsiz yo'q. Bu bey oqsoqol topshirgan ish. Portni mal besish, berish kelish odatga ish-ku. Uncha yo'llar cho'chib ketish. Hojatsiz. Sizning hech ishdan xabaringiz yo'q ekan. Ular yaxshi odam emas. Nima deyapsiz? Bey oqsoqol yaxshi odam emas. Nadagi gapni qilyapsiz? O'z vaqtida bey oqsoqolning qo'llashi va yurishi bo'lmagan bo'lsa, mening bugungi kunim bulamdi. Sen nimaga tayinib bu gapni qilasan? O chet elliklar bilan til biriktirdi. Chet elliklar bilan savdo aloqasi qilsa, uni til biriktirdi degli bulamdi. Esingdimi? O'tgan qitim nurliq mal iskilatida vaqa yuz berdi. U o'zi nurg'un ziyon tortganning ustiga barliq kishilarning ziyinining yerimini to'lab berdi. U nima ish bunday qiladi? Acaba bunday odamni buzuq odam degli bulamdi. yuqori bo'lgan eng Men yangi bilan Uyg'urcha takalashqim yo'q. ovozliq nodir Zada filmlarni paramsiz yo'q. ko'rmoqchi va tushirmoqchi Sen kimga gap bo'lsangiz, qilyapsan? film Xumar Suzuk film to'g'riga kiring. Agar bey oqsoqol bu mishinsa, kimga ishinsa? Bilan borma. To'xta. Film Xumar Ticket Bir kichik qiz turib, holingga boqsang bo'lmadi. Sirtqa chiqmaysan. Voy, menga Vangrongni chaqirib bering. To'xtanglar! Menga ruxsat yo'q. To'xtanglar! Tayyorlaninglar. Paraxodni tekshiramiz. Anladinglarmi yo'q? To'xtanglar! Sizlar paraxodga odamlarga diqqat qilinglar. Men oldin bilan chiqay.
Sen nima qilmoqchi? Biz sizlardan qonunsiz mol yo'tkadi deb gumon qilyapmiz. Texi bilmamsa. Bu degan choy. Bey oqsoqolning havolasi bilan Muapendi bu yukni besipadi. Yo'lni bo'shat. Buning ichida qonunsiz mol bor deb gumonlandingmi? Shundoq. Ondaq sen bey oqsoqol ham Muapendining gumonlangan bo'lsa, soqchi idorasi seni hargiz kechirmaydi. Shuni qil, men tekshirmay qo'ymayman. Yo'q. Muapendi kelganligini tekshirsa. Sen kim? Men Muapendining yordamchisi. Bundaq tekshirsam bizga yuz xotir qilmagan bo'lsa, uqdingmi? Muapendi yetib kelishdan burun bu mollarga tegishib bo'lmaydi. Ondaqda bo'pti. Sizlar muvaffaqiyatga o'qitish qilinglar. Hey, Muapendi keldi. Muaka, vaqtida keldingiz. Vaqtida yetib keldingiz. Bak yaxshi bo'ldi. Ular mollarni tekshirimiz davatida. Nima ish bo'ldi? Aka. Ular bu molni tekshirimiz davatida. Hammani uqdim. Wangro. Men Moringjinning saqchi doiralari bilan bo'lgan munosabati boshdan oxiri yaxshi bo'lib keldi. Uning ustiga shirkatimiz bosgan yukdan azalda masala chiqmoqmagan. Arzimas ishlarga davron silib nima qilsiz? Muaka, gapni qilsak gap uzrab ketadi. Men sizga ishonaman. Biroq bu azaldan ko'rilib boqmagan ish. Kechiring. Men cho'qim tekshiraman. Agar tekshirishingizga yo'l qo'ymasam-chi? Yuz xotir qilmayman. Majbur tekshiraman. Sen bizga ozroq yuz xotir qilmamsan. Aqtirish buyrug'i bormi? Aqtirish buyrug'i hojatsiz. Agar qonunsiz mol chiqib qolsa, siz bu ishga chetilib qolasiz. Agar bo'lmasa-chi? Men javobgarlikka tortilib, o'lsam rozi. Wangro, sen menga ozroq yuz xotir qilmading. Muaka, men sizga mutlaq ishonaman. Biroq bey oqsoqol ham u popqa qat'iy ishonmayman. Hammasi tekshiringlar. Wangro, Muaka, Wangro, endog'o. Shakkarsiz. Wangro.
Moinim, degandek bek qaltiskansiz. Marhamat. Dayak saqal. U popni menga topshirib. O'ylamabdimi? Sizning yana mushundaqmi karomatingiz bor ekan? Moinim, qaynab ketmak gap bo'lsa, chiroyli deyishmamdiq, ha? Xursandlik qilma. U popni darhol chiqarib, uni soqchi idorasiga topshirib beraman. Hay. Moinim, ishiga kirib choy ishkash parallashsa qandaq, ha? Amaliyotda ular bu ishni mendan yo'shiribdi. Sizmi bu ishga shetilib qopsiz? Men bu ishdan bak ichinyapman. Faqat bir necha ishchi ham soqchi o'libdi. Siz uning bilan bo'ldi qilmaysiz-ku deyman, moinim. Shunday emasmi? Ha? Qani, marhamat. Pop mush uyda bor. Bu ish to'g'riliq, sizga tushuncha beray. Siz bu ishni tushunib qolasiz. Sen bu ishni yavaşlık bilan muafandiga iqro qil, uqdingmi? Senden so'rab baqay. O choy orasidagi madaniy yodgorliklarni sen o'g'irlaganmi? Men qani demamsa, gapni aniq qil. Muafandi. Bu madaniy yodgorliklarni ular Sen adam öldürüp paketini yo'qotmoqchi mı? Ben seni emdi aniq tushundim. Mo'rinjon, men sana aytib qo'yay. Odam o'zini ko'rsatsa, o'z beshini yeydi. Sen mening madaniy yodgorliklarni o'g'irladi deding. Hozir guvochi o'ldi. Paket yo'q chiqdi. Onun ustiga men har qanday vaqtda mas'uliyatni zimmamga ittirib o'talayman. Obdaroq o'ylab baq. Bundan keyin o'zing bilib bir ish qil. Uqdingmi? Dayak saqal. Men mi sana aytib qo'yay? Men Mo'rinjonning muhabbat nafratim aniq. Bugundan boshlab senden aloqamni uzdim. Muaka, to'xtab turing. Men siz bilan ketaman. Siz bilan ketaman. Muaka, men siz bilan ketaman. To'xta. Haqlar seni tashlab etgan tursa, yana nima deb bildirlaysa? Endi uqdim. Mening eng yaqin odamim bo'lgan dadam aslida mushundaq odam ekan. Tanaka, keldingizmi? Tanaka, yaxshimisiz? Ketdi. Tanaka. Yaxshimisiz? Hey, Tanakam ketdi. Tanaka. Tanaka, ajab vaqtida keldingiz. Sizga sig'indik. Tanaka, sizni bek sig'indik. Men sizlarni sig'indim. Qani o'tiring. Tanaka, yaxshimisiz? Yaxshimisilar? İkkinlarni tabriklayman. Xushal-xuram baxtli o'tkaysizlar. Bo'libmi Shujin? Bugundan boshlab siz kichik bola emas. Kafsizlik qilsangiz bo'lmaydi, ha? Tanakamning gaplari o'rinliq. Bugun kechda ko'proq ichayli. Bo'ladi. Mo'yinim. Siz Shujinning dadasiga o'xshash. Men sizni tabriklayman. Bak afsus. Sizning to'y harag'ingizni balkim ichanmasligim mumkin.
Bu nima deginiz? İş bulup sözleşeyli. Ha. Ben Amerikaga ketmoqchi bo'lyapman. Tanaka, ben burun bu gapni anglamoqda ekanman-ku. Ben uzun o'ylandim. Ben jahonda necha 10 yil yashadim. Shanxayda nurg'un botirlar chiqadi. Ko'ngillarda keyingi to'lqin burungi to'lqinni besib tushidi degan gap bor. Men yashinib qoldim. Dam oladigan vaqtim bo'lib qoldi. Tanaka, bu nima deginiz? Shanxay siz igilik yaratgan joy. Kelgusidagi yaxshi kunlar texa oldimizda. Hozir sizning dal ishlaydigan vaqtingiz. Bu inem. İkkimiz ikki qo'limizga tayinib igilik yaratganlar. Ben turmuşning ochiq-chuchuq hamma ta'mini tetib baqdim. Beshimdan nurg'un ishlarni o'tkazdim. Shanxaydan iborat bu joy endi menga muvofiq kelmaydigan bo'lib qoldi. Gapning rostini qilay. Men tinch amal yashashni xohlayman. Siz mening qalbimni tushunamsiz. İşleriniz ro'naq deb atqanda sahnadan şey depsiz. Belki bu aqlan tanlash bo'lishi mumkin. Ilgari men jahondarchilik qilib o'z xohishim bo'yicha ish qilolmadim. Hozir o'rin bo'sh tupaginim tuzuk. Qani, mo'yinim. Yaxshi ishlang. Qani shayli. Sizlar qaldinglarmi? Mening deganimdek qilinglar. Seni kime verdi? Eyde! Muhakka, sklat boz ketibdi. Bey aksakal geldi. Yaxshimisilar apandilar? Yaxshimisiz. Qani bu yoqqa. Bir necha oylik tirishchanligimiz bekor ketdi. Yana bir necha apandi bizning kasobatimizga uchrab ketdi. Bu hisobni zodi qanday qilamiz? Yana bir gap. Agar Mo'rinjin o'lmasa, ishlarimizga to'salg'i bo'ladi. Hozir allaqachon uning bilan yuz qizatishdik. Shunga joni tikish kerak. Qani, bir nima dangchi? Qat'iy irodaga kelayli. Gapni qilish o'ng'ay. Biroq agar haqiqatan rostla tutishadigan bo'lsak, bizga mo foyda yo'q. Uningdan qolsa
Mo'runjinning yana ma'lum kuchi bor. Uning ustiga kuchi zo'r. Qattiq tutishsak, bizmi ziyon tortib qolamiz. Bey oqsoqol, agar yana saqlab tursak, hammamiz toshqa aylanib ketamiz. Hay. Oldiraqsonlik bilan ishni boshqa chiqilib bo'lmaydi. Men oldiravatima. Biroq hozir fursat keldi. Tansi Shanxaydan ketdi. Biz bir amal qilib Mo'runjinni joylab etishimiz kerak. Sizlar nima deb keldinglar? Sen bilan do'yilg'i tushimiz. Qaytib ketinglar. Men boshqalarning havolasi bilan keldim. Cho'qim do'yilg'i tushmasak bo'lmaydi. Bundaqda nima uchun menga yoshirin qasqinmaysizlar? Men qahramon, aqlli odamga baq qoyil bo'lma. Men uch qoshkor holda sen bilan elishima. Yaxshi-ku. Merhamet. Xili karomating bada qiladi-ku. Süzüklükə yuqori bolğan ən yeni Uyğurca avazlıq nadir filmlərini görməkçi və düşürməkçi bolsanız, Film Xumar Süzük Film to'riga kiring. To'rbet adresimiz www.filmxumar.com. Sana bo'ldi? Sen men uçuratgan Kaysar odam. Sen üçün ölsem razı.
Lina, üzerine besival kızım. Üzerine besival. Dada, sizni ko'rar ko'zim yo'q. Lina, gepimga quloq sol. Quloq solmayman. Quloq solmayman. Lina, Dada, men azobni yetkichi tortdim. Endi tushundim. Siz aslida ikki yuzlama odamkansiz. Lina, Şankay sahilde Morunjundan yaxshi odamlar nurg'un-ku. Sen yana nima uchun? Dada, chiqib ketim. Sizni ko'rar ko'zim yo'q, chiqib ketim. Lina.